وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan za harfini bilib o'tamiz. Ya'ni za harfi bilan tanishamiz. Muallim soni kitob bo'yicha men doskaga yozib ko'rsataman. Za harfini doskaga yozib harakatlarni qo'yib birgalikda o'qiymiz. Siz azizlar ham yozishda va o'qishda hech qachon unutmang. Albatta yozganingizdan keyin, iloji bo'lsa o'qiganingizdan keyin bizga yo'llang uni, inshaalloh o'z munosabatimizni bildiramiz. Demak, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, zal harfi biz o'tgan darsimizda oldingi darslarimizda dal harfini o'tgan edik. Xuddi shu dal harfini ustiga bir nuqta qo'ysak, zal harfi bo'ladi, qoladi. Demak, zal harfi xuddi dal harfidek xuddi shu shaklda dal harfi, faqat ustida nima bor? Bir nuqtasi bor. Zal harfi. Biroz bo'ladi. Dal harfi boshda kelganda ham, o'rtada kelganda ham, oxirida kelganda ham, o'rtada kelishi ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni dal harfi va zal harfi boshqa bir harfga ulashmaydi. Oxirida kelganda ham, o'rtada kelganda ham shu shaklda bo'ladi. Demak, harakatlanib qo'yamiz. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Tilni tepangi tishimizdan sal til chiqadi. Za deb, xuddi allazina deymiz-ku, shunday. Allazina. Alif yozamiz. Alif kasra bilan va za harfini yozamiz. Sukunlik. iz mim bilan mim bid-domma, domma bilan, zal esa sukunlik. Muz ha harfni ham o'tganmiz. Xuz ayn bilan, domma bu. Uz zal harfni boshda kelishligi va ba harfi. Za harfimiz dommalik, ba harfimiz sukunlik. Zub zal harfimiz va qof harfimiz. Za harfimiz dommalik, qof harfimiz sukunlik. Zuq zal harfimiz va ro harfimiz. Zal harfimiz dommalik, ro harfimiz sukunlik. Zur. Agar bunga fatha qo'ysak, zar bo'ladi. Agar domma qo'ysak, zur bo'ladi. Kasra qo'ysak, zil bo'ladi. Muhim bizga o'qishlik. 3 ta harflik mim harfini yozamiz. Demak, mana mim harfimiz dommalik, nun harfimiz sukunlik, za harfimiz dommalik. Munzu. Alif, zal va nun harf. Zal harfimiz sukunlik, nun harfimiz esa dommalik. Iznu
با حرف. لام حرف. ضم عليك. بذلوا بذلوا. ذال حرف مس وكا حرف مس. كاف ثعبانية. ذا حرف مس كسر عليك. ذي. كاف حرف مس سكون ليك. ذك رو. ذكروا ذكروا. ذا الحرف مس وها حرف مس ونون حرف مس. ذا الحرف مس كسر عليك. ذي. ها حرف مس سكون لك. ذي نو. ذهنو ذهنو. ذا الحرف مس وها حرف. demek ذا حرف مس وها حرف مس فتح عليك. ذا ها با حرف مس سكون لك. ذهب ذهب. ميم حرف. ذا الحرف. ذا الحرف وها حرف. ميم حرف مس فتح عليك. ما. ذا حرف مس سكون لك. مذهب مذهب مذهب. ذا الحرف مس. ها حرف مس واللام حرف مس. ذا ها لا. ذهل ذهل. يذهلوا 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 يذهلوا. ما حرف وذا حرف. با ذا لام حرف. بذل بذل. يبذلوا يبذلوا يبذلوا. ألف ذا ألف ذا وها وبا حرف. ذا حرف مسكولك. أذ ها با. أذهب أذهب. يوز cho'zilib ketdi. Bitta nuqta qo'yamiz. Yuz yuzhibu. ana yuzhibu yuzhibu yuzhibu. Demak, yozganlarimizni birgalashib o'qiymiz, keyin qolganini yozib ko'rsataman. ذا ذي ذو إذ مذ خذ عذ ذب ذق ذر يوكي ذر منذ إذن بذل ذكر ذهن ذهب مذهب ذهل يذهل
بذل يبذل أذهب يذهب. Demek doskadagini yozib ko'chirib olinglar. Ko'chirib olinglar, men o'chirib qolganini yozaman. Demak, mana qolganini yozamiz. Zal harfi va fa va ra harf. Demak, fa harf zif ru va keyingisi esa zifru. Farqini bilib olaylik. Bu zal, bu esa za. Zif zifru. Bazlu. Endi esa bazlu. Bu esa za. Ya'ni roda ustidagi to'shqa za. Bu bilan zada farqini bilishimiz kerak. Bazlu. Bu bazlu, bu esa bazlu. Alif yozamiz. Abzal. Endi esa abzal. Z bilan yozamiz. Za. Mana. Abzal. Demak, o'qiymiz. Zifru. Bazlu. Abzal. Demak, mana za harfini ham bilib o'tdik. Alhamdulillah. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Albatta siz yozing, yozib bizga yo'llashni unutmang. Albatta farzandlaringiz bo'lsa, qiziqtiring va oldingizda o'tkazib yozdiring va o'qitiring. Inshaalloh tezda natijasini ko'rasiz. Bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.